Assalomu alaykum hammaga. Nasib bo'lsa mana bu kvartirani ham boshladik. Yangi kvartiraga o'tdik. Bu yerda уже shkatulka qilingan. Elektritsvaz bo'lgan, katalog karkazlari bo'lgan, xudo xolasa. Endi nasib bo'lsa mana shu kataloglarni shumka qilib, gipsokarton, shpaglovkadan boshlaymiz, xudo xolasa. Nasib bo'lsa mana boshladik. Kelib shunaqa bardak hozircha shunaqa holatga. Shogirdlar yo'q endi yaxshi ishlar yo'q. Qo'rayish. Ammo yo'q. shunaqa shumka ishlari ketyapti bu yoqqa. Shunaqa gaplar. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog' bo'lasizlar. Bu uyda ham endi xudo xolasa ana tugagunigacha shunaqa ishlarni qo'yib boraveramiz. Mana shunday. Tak, shitlari.